Bolam go'sht yemaydi, majburlab yediraman desam ham yedira olmadim. Nima qilsam bo'ladi? Bolani go'sht yemasligini sabablari bir nechta. Kelinglar sizlar bilan bularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu go'shtni o'zi bilan bola o'z vaqtida tanishmaganligi. Ya'ni 6 oydan boshlab biz mahsulotlarni bitta-bitta kirgizib bolani tanishtirganimizda bu go'sht deb go'shtni alohida ratsioniga kiritmaganmiz. U yoki de pyureli ko'rinishida yoki ovqatni ichida shunchaki bolani ratsioniga kiritilgan va holanki bola u bilan tanishmagan bu go'sht ekanligi va biz uni iste'mol qilishimiz kerakligi, uni mazasi, qattiqligi, ta'mi bilan umuman tanishmas. Vaqt o'tib 1 yoshdan katta bo'lgandan keyin biz uni oldiga go'shtni qo'yganimizda u bu mahsulotni mutlaqo tanimaydi. Shuning uchun chetga surib qo'ya qoladi. Ikkinchidan, bolalar uchun go'shtni iste'mol qilish juda ham qiyinchilik tug'diradi, chunki bu qattiq mahsulot va uni tolalarini uzoq vaqt chaynab iste'mol qilish kerak. Bu bolalarni juda ham charchatadi va oqibatda bolalar qiynalgani uchun uni rad qilib qo'ya qolishadi. Bu holatda biz bolaga qiyma ko'rinishida, kotletli ko'rinishida, tiftilli ko'rinishida mahsulotni kiritamiz, ya'ni taklif qilamiz. Agar farzandingiz go'shtni rad qilib kotletni iste'mol qilayotgan bo'lsa, bu aynan mana shu holat. Yuqorida aytgan muammolarimni hammasini hal qilishga harakat qildingiz, ustida ishladingiz, to'g'rilab ko'rdingiz va shunda ham natijaga erishmagan bo'lsangiz, bolangiz kotlet ko'rinishida ham, qiyma ko'rinishida ham boshqa go'shtlarni ham mutlaqo rad qilayotgan bo'lsa, demak, bunda 3-sabab anemiyaga tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Organizmda temir tanqisligida ham ishtaha go'shtga nisbatan tushishi mumkin va bu mahsulot sekin-sekin ratsiondan chiqishi boshlashi mumkin. Yangi Reels konsultatsiya rubrikamiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosib qoldiring va savolingizni, muammoyingizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi Reels konsultatsiya aynan sizniki bo'lishi mumkin.